Yaxshimisilar do'stlar? Unda bo'lsa biz oldingi soatlik darsimizda qo'saq qismidagi yo'zman to'shkini teshishni o'rgangandik shunaqqa. Biz bu soatlik darsimizda hamda mana tari qo'ydigan, mana tari o'tkazadigan, mana tarisi dastlab turgan mana o'rindagi xarekni yasashni ko'rib o'tamiz. Nima deyki, o'tirg'i joylashgan xarekini shunaqqa. Avval biz onun şeklini bir ko'rib bakaylik. Şekliga qarasak, yaplaq bir şekilden tuzilgan ekan bu şekli. Ama taxminan shunday shaklga shunaqa. Ya'ni mana usti uch taraf inchga, ost taraf qalin shunaqa. Biz bu shaklni yasab ko'rib qo'yaylik. Biz avval onun shaklini taxminan chizib chiqaylik. Ya'ni ustidan ko'rinishga kirib turib, men shu shaklni taxminan chizib chiqay. Yakunsa biz uni bevosita mana plain shakldan açsak da plain shakl. Bu shaklni kirdik. Buniki o'ttirsini shu yerda ikizligi taxminan shunchalik bo'lsin. Endi biz bu şekilde birlikte tahlil bakaylik. Yani uch qismi ta, töben qismi kenar bo'lishi kerak deb shunaqa. Unda biz deform ichida miyada bir shakl bor. Ya'ni shaklning o'zini yana tahlillaydigan bir qo'ralar bu. Bundan biz mana chekit bo'yicha tahllashni tanlab cho'ngaysak mana shakl keldi. Andan biz buniki tarixni juyversak, mana setrga tayyorlab qo'ygan iqtidor yo'q bo'ldi. Endi bu ariqni taraytaylik. Andan bayon degandek qaranglar. Oldin soatlik darsdan bir degandim-ku, mana aylanmaga ikki chiziq teng urinib qolib bo'lmaydi degandim. Buni shu yerdan chekitni shu yerga bu bir chiziq. Endi mana yerimini juyversak bo'ladi. Şimdi bu yerden birinci qalsaqlan 5 bulun, yani bayamtıqı 5 bulun 10 yılda şunaqı. Buni 5 qitim musaqlab ko'rgan. Buni bekrak qo'yaylik.
Şundan ma içininki şekli asosiyatdan çıktı. İçinin şekli tahminen şunlar ekan. Bunda sırtı naqshlikkan shunday qo'yib, sırt qismi. Yani bilek sirtqi chiqqan. Taxminiy yazsak bo'ldi ya bu. Chunki har xil g'ijeklarniki bir-biriga o'xshamaydi. Nimaga ortiq chekitlarni yurtaydi. Yana ma chekitlar ortiq qo'y. Chiqtalab kelsak bichilmaydi. Bu yerga ba'zi chekitlar yuyilmaydi. Mesela bana o'xshash qonuniyatli chekitlar yuyilmaydi, lekin bana o'xshash chekitlar yuyilib ketadi. Shunga bu yerda men antalab yurdim. Bu yana o'xshashlar bunaqa deydi. Mau miyaga segment qo'shaylik. Endi ma'nodan boshlab chiqsak biraz yaxshi ya. Endi chekitni biz bu yoqqa tanshaylik. Shunday qilib segmentlarniki to'qilmasini amal va retklik qilishtirish kerak. Bularni shu. Endi miyada bu ikkita chekit ortiq. Bu yerda 3 balansli bo'ldi shunaqa. Biz buni mana yapıyoruz. Endi ondan miyada bir şeklin o'zi qirliq. Shunami? Ondan u yer qirliqni hisoblaganda yana boshqa yerlar asosiyatan bo'lib tushunami? Bu yana biz hozir qilsak bo'ldi yoki birozdan keyin miya segmentni biz simulatsiya orqali ham bitirib qo'ysak bo'ldi. Endi biz buni o'ng tarafini chiqarib ondan qanaqa qilamiz ekanda biz buni bevosita extrude qilsak mana bu shakl chiqdi. Endi obyektin ko'rganasida buningki mau tüy qismi, ya'ni mau oston qismi kanri, ya'ni qilin, mau uch qismi esa nipizgan shunaqa. Endi biz oston qismidagi face'larni suyutaylik. Yani bunday shaklda. Chunki baribir bu ya mau g'ijekniki qo'saq qismi o'tib chiqib turadi shunaqa. Shuning uchun bu yana yuvasak bo'lardi. Endi segment qo'shishga segment qo'shishimiz kerak. Masalan, bu yerga
3'ni qo'yaylik. Bu yerga o'xshash 3'ni. Endi qaranglar. Bu yerga chuqur birini qo'yishimiz kerak. Bunu qo'ygandan keyin men ham taxminan kvadrat shaklga yaqinlashtirdim, men ham shu. Qo'ymay turib simiz qilsak qanday bo'ldi? U chaqda mana usti so'zib ketadigan ahvollar qoldi. Masalan, men yo'q ahvolda bir qilib boqay. Tamam. Simiz qilsam mana ko'rdingizmi? Miyaning shakli bir xil yetib olgandek bo'lib qoldi shunday qo'y. Chunki material qarang so'zincha qana. Tikib bo'lgan shaklda qolgan. Shuning uchun biz buni bu yerga bir segmentdan birini qo'ysak, bu yerda kvadrat shakl paydo bo'ldi shunday qo'y. Endi mo'shni simiz qilsak bu mana qaranglar, shunday chiroyli shakllansa bo'ldi. Shuning bilan mana bu qiyjakninki xarak qismi bitdi. Biz buni o'rniga qo'ysak ham bo'ldi. Undan mana bu inchiklaydigan yerlarni tanishib etsak, bo'ldi. Endi biz buningki markazini D, V nuqtasini besib turib, bu yerga D bilan V ni teng bosamiz. Endi buning o'rnini mana bu yan ko'rinishga kirib turib qo'ysak ham bo'ldi. Avval men bu yerga ko'chirib kelib olay. Undan yan ko'rinishga qanday keldim mana bilasizlar. Qanday keldim degan vaqtda men tanlab qo'yib turib, mana shaklni undan V nuqtasini besib turib, mishaga bossamlar, ko'rdingizmi? Miyadagi nuqtalarning birisiga, qalin birisiga agresif ekib beradi. Shunday qo'y, buni bilsizlar. Endi qaranglar, meniki, mana shaklninki, mana xarakninki, mana to'y qismi qilin, mana uch qismi nipiz bo'lish kerak edi. Shunday biz buni qanday qilmaymiz? Boyam ishlayotgan qora bilan, Bo'lma. Bir qilaroq o'tdi. Shundan tarixni jo'natdik. Endi buni biz texnikki markaziga kelaylik. Bundan men bu keyinni ko'rish iqtidorni yetib turib, meniki cho'ng'ini belgilaylik. Çoğunluğu taxminan shunchalik. Qaranglar, mana bu xarakterninki o'rniki bu. Misal tursin, uni egizligi mana. Sal endi egizroq. Mana. Qiyinroq qilsam, shundan mana bu xarakterni qo'yib bo'ldi. Mana biz xarakterni qo'yib bo'ldik hozir. Endi tarisini qo'yamiz. Naqo tarisi g'ijekning tarisi 4 tal tari bo'lgan, 4 tari. Endi bu 4 tarini shu quloqlarga qanday yo'gaymiz, bularni hozir bir-birlab ko'ramiz. Qaranglar bo'lsa. Tarining bir uchi bu yerda, bir uchi qo'lqida shunaqa. Bo'lsa, qaranglar. Men avval issiqsiz qoralini tanlay, undan bu yerdan boshlab issiqsiz oldim. Bu siziqni ko'rmaydi degan vaqtda bu miyada mana quloqning keyin bo'lganligi uchun ko'raman, shundaymi? Biz buni oldiga olaylik. Endi bir şey.
koygandan keyin endi iş qildik. Endi biz buni bu quloqqa yo'ygaymiz ama undan burun shunga yo'ygilish uchun nima shart asli bo'lish kerak deganda bu siziqninki chekit soni yetarli bo'lishi kerak. Ya'ni mana 1 2 3 4 5 5 ta chekit arbizmi yo'gach ketishmaydi. Qaranglar. Mana bu bir aylanma bo'lishi mumkin. Har qancha chiqib bo'lganda bir aylanma bo'lishi mumkin. Lekin bu yerga oz deganda 7-8 bo'lishi kerak shunaqmi? Shuning uchun men buni segmentini ko'paytirdim. Ya'ni chekit sonini ko'paytirdim. Qaranglar. Kurvasini ichiga kirsanglar bu yerda rubl deb bir buyruq. Mau bo'lsa mashinaniki chekit sonini belgilaydigan son. Bu yerga 300 dan 500 gacha. Masalan 300 qilib qo'yay. 300 endi ko'rib qo'yaylik. Ko'ramo chekit soni shunchalik cheq bo'lib ketdi. Bu mening yo'g'ishimga tamoman yetib boshladi. Endi bunga bir qural berib buni men uyga chiqishim kerak uni. Masalan, qanday qural siltmaganda deform ichidan non-linear bunun ichida twist buni berma. Buni 90 gradus ega olgandan keyin bunun markazini nega kelamiz degan chog'da yana mushunga udilib qilishimiz kerak mana. Shunami? V ni besib turib, bu yerga kelsam, bu dal mushu quloqninki naq o'tirib keldi. Endi qaranglar, qanday bo'ldi? Ko'rdingizmi? Uyimga Taki shunga eng yaxshi yo'g'ilgichilik ustida tansiyash yaparmiz. Geldi ya. Mana endi ketdi. Buni miya azroq chiqib qoldi. Biz buni miyaqa bo'ldi. Endi tarixni yutaylik. Yursak bu qilib qoldi. Endi nima qilamiz deganda uzun bo'lib ketgan bo'likini yuvsak bo'ldi. Ya'ni men bu sizni misiyamdan üzüldü. Detach component. Şu yöntem. Oksijla üstünümü tahminen
üstüne jumsaq bo'ldik ya. Chunki mana bunda keldi. Bunda. Shuning uchun hozircha jumsaq bo'ldik. Endi ichidagi bir tal chekitni tanlab olib, qaranglar, qanaqa ekanmiz. Buni mana voy o'qdan mana o'tkazmaymiz. Voy o'qdan tortimiz. Voy o'qdan tortib yoki mana ikkini qilsaqmi bo'ldi, 2 yoki 3-4 tal chekitni bir talsaqmi bo'ldi. Nima qilganda birini talsaqmi o'xshash, ammo bu kelgan vaqtda buni egimiz ekkan vaqtda yana o'xshash, uningmi segment mana chekit joylaydigan chiqadi. Chekit ko'paytirgan chiqadi. Shunga 2ni bir qilib kelsak bo'ldi. Taxminan shu o'rinda. Taxminan shu o'rinda bo'lsin. Endi buni yana davomlab chekit ko'paytiraylik. Endi bu yerni teshib chiqadi. O'sha o'rinda. Endi mana chekitni biz mushtatdan bitdim. Nima gapiramiz deganda xarakterning eng yuqori qismiga kelamiz. Biz bu yana o'lchamlik 4 ga bo'lib olaylik. Qanday qilib 4 ga bo'lmaymiz deganda locatordan locatordan 4ni paydo qilaylik. 2 3 4 shunaqa. Endi bu taxminan bu yerda endi mavi 4-chi tara, mavi 1-chi taraning shunaqa. Mush 4 tarani mavi 2-chi tara, mavi 3-chi tara bo'ldi shunaqa. Endi mush 4ni men redlikda yana Kırılma makroyotda redlendi. Endi men mavi siziqning chekitini mana bo'ysundirsam bo'ladi. Mavi bir tarni o'rni
Şimdi bu ne? Bunun ornuna taxminan bir yer koyulandan. Bunun oxşaşla 1, 2, 3, 4 çekit koyalım. Ondan koyulan bu çekitlerini mana bu yerden kelgandan keyin mana yani ikişimiz gerek. 1, 2. Mana içiga koysak lan bo'ldi. Shundan o bir tarni o'rin chiqdi. Shundan bo'ldiqlar o'xshaymiz deb o'ylab qo'ymanglar. Biz buni oxirida qanday qilamiz deganda, biz buni oxirida rasmiy modelga aylantiramiz. Mana siziq bir model hisob emas. Bunda bo'lsa biz ikkinchi tarniki ikkinchi tarni yasaylik. Ana biz endi bevositali mushuni o'zini ko'chirsak ham bo'ldi. Ko'chirib bu o'rin qo'yaylik. Men tushaverdi shunaqa. Bu yer tushaverdi, lekin ne tushmaydi deganda ammo yuqori qismini tanish bo'lsa bo'lgan biz. Ya'ni mana locatordan 4 ni ko'chirilib ustiga mana o'rni miyadrak, mana o'rni miyadrak bo'lsin. Endi 4 locatorni tanlab şu teyli endi birinci tara yani bu tarni bu yoqqa ketaylik. Endi ikkinchi tara bo'lsa, ikkinchi tarninki ikkinchi tarni o'rni bo'lsa, bu yerda shunaqa. Locatorlarni men bir qavatga qo'yib, buningki rangini ko'rish qulay bo'lishi uchun qizil qo'yib turay. Mana bir tara bo'ldi, mana bir tara bo'ldi. Bu tarninki o'rnidan yana bir tansak o'tga, mana bir tarni o'rni bu yer bo'lsin. Motorninki mana mishatni olamiz, tanishamiz endi. Bu taxminan bu yer bo'lsin. Bular bo'lsa bu yerda. Endi buningki hozir matrab to, matrab inchga. Shunaqa biz ma'lumotga moslashtirib tanishgan to'q. Mana matrab
To'g'ri, matrab inchikdi. Şoň biz many şoň bolsa to'g'andan keyin hazır bu matrabdan matrab inchikdi. Şoň üçin qanaqa qilamiz degende biz buni bunda qilib -1 qo'ysak bu maslahat bo'ldi. Kichikga bu tarning o'rni ma'lum bo'ldi. Shu bo'yicha, mush tartib bo'yicha biz to'rt tarni bir-birlab yasab chiqamiz. Ikkinchi tar hal bo'ldi. Asli qoida bo'yicha 1, 2, 3, 4 bo'ldi deyman tarning o'rni. Hech qisi yo'q. Asli mush tartib bo'yicha yasab chiqsam ma'lum bo'ldi. Endi birinchi tar bo'ldi, ikkinchi tar bo'ldi, endi uchinchi tar bo'lsin. Bundan yana birini ko'paytirib, bunun o'rnini ma'lumga yetirib ulaymiz qo'y. Ya'ni bu yerga bularni bu yerga endi ma'lumlarni bununla. Bunu biz mana tanışımız gerek. Ondan şu tarafta teyar oldu. Yani 4. tarafı aldık. 4. tarafı yine o şey suldu köpekti. Manınga üstüne manınga bu yerlerine manın içini çıkılacak mıydı? Bir şeye getirmiyor. Şu orunga bir böyle bunu birge de bularni bu yerga qo'yib qana qilamiz. Mana moyoq cho'ngaytimiz. Chekitlarning bu tarlarning o'rnini to'liq belgilab bo'ldik. Shunaqa. Endi nima ish qilamiz deganda bu tarlar hargizmi bunda ritmli, tartibli bo'z bo'lmaydi. Chunki faqat zavodlar shunday o'ryalaydi. Qo'lga qilgan narsa bunda tabiiy chiqmaydi. Ammo shuning uchun biz qana qilmaymiz? Biz bularni ozroq tabiiyroq ko'rinadigan tuyg'uga keladi. Qana qilamiz deganda biz chekitlarni tanlab turib, masalan, qaranglar. Ben çektim talda B'ni bastım. Bunu da çoğaltılıb. Sen bunu tabiiy qiladi. Tarih o'tkazganda bu ergizma unda pek tertipli bo'lib ketmaydi. Bunday bo'lsin. Hemen ayrım qilishimiz kerak. Her birisi bir-biriga o'xshamaydi. Bunun şu.
Bo'ldi. Endi men resmiy tarni chiqarman, qaranglar. Mana bu locatorlarni suyutay kelib qolmadi. To'rt tarni o'rin chiqib bo'ldi. Endi biz create in your base circle. Mavo nima deganda tarniki radiusi, ya'ni tarning tomligi. Taxminan shunday turibdi. Bunu tanlab, tizimlikdan kiraya, surface extrude. Biz boshqa yerga chiqilmay, mush bir radiklarni tanlab qo'ysak bo'ldi, Yana buniki mo'rnalti, S6 qanday deganda S6 mana shunaqa. Mush S6 bo'lsa biz mana tube tanlag'likan, biz bu yerdan add paths and then component. Ikisini tanlab qo'ysak, boshqa yerdan karimiz bo'lsin bu. Extrude. Extrude qilishdan burun biz mana qilaylik. Polygon qaramlaylik buni. Polygon. And then general mana burun sizga o'xshash matansiklari. Mana tarnul tomligi. Biz buni yana inchga tancha olsak bo'ldi. Signal 5 Signal 2 Mana bu tar bo'ldi. Tomliq buni qo'yishim Konnektasidan chain bassanglar, bir qadamlik mahsulotni qaytalaysiz, ama endi bu yerda bunda bir masala ko'rib turibdi. Mana yine mo'rliq kirish kitibda shunaqa. Biz buni qanday hal qilamiz deganda, mana bu siziqni tanlab, ya'ni bu yerda bir siziq bor-ku. Mana shu siziqni tanlab, boshqa tan qilaylik. Ikkilisini tanlab, ikkilisiniki siziqni tanlab turib, siziqni tanlab, siziqning chekitini tanlab, tortamiz. Malinki boşluklarıyla kapta. Yani bununki malum atraflarıyla kapta. Mao küçük kaptı. Şimdi biz tarihini vurmuş bulduk. Bir yeni yıl potansiyeli. Pi günün spesde koptu iken bayan. Şunun bilen tutup ketken işkemiz mi?
Şunun bilen mawu tarısını ötküsüp bolduk. Tarının rengi nemiş qarab qaldı degan vaqtda ki segmentini yanıcıraq tanışat bakaya. Sen bunu bir bakay. Bir bolsa yetirki. Bununkini bir. Bununkini bir. Bununkini bir. Boldu. Endi bu Amazon talab tarixini jüyteyli. Ondan bu sızıqlarını bir qaqılacaq bo'ldi. Jüytdik. Endi bu qarab qolgan masala nima deganda, meniki yüzü təldirib qalgan, yəni içiga qarab, içiga o'rilib qalgan biz buni UV'sini o'rish orqali, bu yüzünə o'rish orqali anlaşılıb bo'ldi. Yəni mirror display reverse. Mana tarısımı to'liq tamamlandı. Becekninki tarısını o'rnatib bo'ldi. Şunu koy. Niye katsanlama? Kışıp qalan qol yo'q ki. Şunu bilan bu saatlik dersimiz bu misal yaklaştı. Keyingi saatlik dersi görüşelim. Xeyr xoş.